Agar o'riqlashga faqat bardoshlik bermayotgan bo'lsangiz, tövendeki o'quvchilarimning rasmlarini ko'rgach, mening gaplarimni anglab qo'ying. O'riqlashning haqiqiy ma'nosini tushunib oling. O'riqlashni boshlaganlik yaxshi kunlarning boshlanganligidan darak berdi. Hamisha o'riqlashni boshlasangiz ham o'zingizni qiynayotgandek his qilgansiz. Amaliyot undaq emas. Siz texmi yoshiryapsiz, texmi mukammal, sifatli bo'lyapsiz. Birinchi qadamda tomoqlarni oz yeyishdan boshladingiz. Qand miqdori yuqori yemeklarni kontrol qilgandan keyin boshqalarga qaraganda yosh ko'rinadigan bo'ldingiz. Tuzni, mayni kontrol qilgandan keyin terilaringizdan texmi yaxshi bo'lib, texmi nurlanib ketganligini his qildingiz. Ig'irlikning tushishiga ergishib, ingaklaringizdan texmi ushliq bo'lib, bo'yinlaringizdan texmi uzun ko'raganligini his qildingiz. Baxansir chiroyli bo'lib ketgandek his qilyapsiz. Asta-asta baldur qo'padigan, hatto harakatlarni qiladigan bo'lib, badan saparingizmi o'rlab ketdi. O'riqlashning ozroq unumini ko'rgandan keyin bu xil jarayonni baxansir qadrlaydigan bo'lib ketdingiz. Nechiqdan voz ketishni o'ylashib baqdingiz. Ammo shunchalik vaqt bardoshlik beribdiman. Bo'ldi oxirini chiqarib o'taychi deb burunqidimi bakroq g'ayratli bo'lib ketdingiz. Eng oxirida o'riqlab g'alba qildingiz. Ammo shu chaqda his qilsizki, bu badanning o'riqlashi, chiroyning o'riqlashi, amaliyotda o'riqlashdan sizga olib kelgan eng kichiklan foydasi. Siz texmi sog'lom, texmi o'zingizga ishongan, texmi jalbkorligingiz kuchli bo'lib ketdingiz. G'ayrat qiling, hargiz bal qo'yib etmang. O'riqlashni bilmasangiz men yetaklay. Birga tirishaylik, bir o'zgaraylik. Ma'qulmi? G'ayrat qiling.